Шинжаң Шахла Халқара Сауда Чек Şirketi tacdarlığıdaki Toxtuma Toxti filmini көрішіңланы қаршалымыз. Mezlik bir havatqını nənin ətirki desem, əsli Şahla Çaş doktor ekende. Bu filmni tövendeki orlama alaydı qoladı. Qutyar Halqara Sawda Çek Şirketi Qutyar yürüyüşlük işimlikleri. Ma film heptede birlik qism çıqdı. Çıqıverdiğen bir Qutyarның zəyləyipiңiz emas bu. Royab Halqara Sawda Çek Şirketi Royab yürüyüşlük sağlamlıq məhsulatları. Sağlamlığımız ən mühim. Royab həmra hər daim. Pərviş Şahla Çaş doktoru da. Körkem çaşlarını teximi asıraydı. Mehirlik qalblarni bir-biriga bağlıqochi Şahla Çaş doktoru Çaş ettir cevheri. Şahla. Hey kız bil ko'nglimni bersan, ham rostdur so'zlarimga ishon. Qilmasman hech kimni santan, bir sana ko'yib chin dedi so'yib. Bilolmadim sababi, bilolmadim men. O'tolmadim ko'nglimni, o'tolmadim ham. Hatim ko'nglim o'tolmadim, o'tolmadim. Toxtuma Toxti filmi her şembe günü yayınlandı. Salon adresimiz Toxtuma Toxti. Toxtuma Toxti filmini en süzük altını görmekçi bolsanız, bu işkilik kortunu skanerlap Subat Abdidal'ın en yeni nuskusunu düşürün. Meni idoradan bir ikkaptidek bu komandalab uchirdigan o'xshaydi. U men tunji qizoftim bo'ldi. Men sana alemçe söygünü versem sen yana. Shuning bilan bu ishkapti jarayoni mushunchalar o'zgarib ketdi ama. Hamma terg'ama. Ya men nima qildim u? O'zani sinus qilgan shu. Ash kichik olman tan haqni chiq olib pish tergan ekan. O'zingni ko'm. Bo'ldi. Endi shu bo'ldigan ishlar bo'pti. Sodiqning toz ko'ngli yerim bo'lganda vaqtida biz obdaroq tasalli berib qo'yildi menimcha. Chiqib gap so'zga sal diqqat qildingmi kelgan vaqtida? Isnod bo'lsin. Tasalli berishning jarayonida ma arzudan ham qilgan ismini chiqib samon. Ya'ni esiga pasqonga yerim dedi. Tasalli berganda agitib gapni. Bildim men. Shuni agit tangla. Kela. Oxir kelding ey. Shunday uzun. Satolda kech qoldi. Ko'ng kelganda men. Keldi. Biraz buyurtma olma, qo'shim yema ochdi meniki. Sen saqlab shu. O nima bo'ldi ya? Tash oldimi? Azizda yapsa ulab ko'ngni yerim qilma. Mushima agitib deginim. Bek tuzib ketdimi? Bak tuzib ketdi bu Sodiq degan do'stimiz tursa. Voy, bu ikkisi bir-birini ko'ngligini olaylar ekan. Nima olaylar ekan-da? Mushundami tuzdamsa, ahvol so'raydim, onadagi demamsa. Tamak edingmi? Ya, Amsa azizda yapsa ulab ko'ngni yerim qilma. men o'ylab qoldim shu. Hozirgacha sen bilan biz qanday bir aloqaga bo'lib o'tayotganimiz. Ya bu zan nima-demoqchisizlar? Ya Sodiq, voy ishkaptining yoqi men bo'lgan ishlarni bir qo'l anladim. Shu endi hammamiz ketadiganmiz. Ko'nglimni yerim qilmay Oy bo'ldi qilayman, ish qana ish bo'lmadi. Qo'soq ochdi, bunasi chaqirilib, kim iman qildi bu gap? Sodiq, bundoq etishimdan qiyobit kirib olsam, biz shu teximi ansirab qolganmiz sendan. Rahmat sizlarniki ko'ngil bo'lganlarga. Mana shu qanday shumdi? Shu hayotlik shunday ojiz bo'ldi-ki. Ba'zida
biz tayyorliqsizdan yaqinlarimizni aylanib qoldik ekanmiz. Nima bo'lganini o'zimiz bilmay qoldik ekanmiz. Hamda arzuni ishga kelsak, men uning hayotligining eng oxirgi mezgillarida uning shu arzularini amalga oshirganimga men xush. O'zimgami o'zgarmaydigan hech qanday ish qilmadim. Hamda ketganlardan keyindan ko'nglimizni yarim quyicha atrofimizdagilarni bakir qadrlashimiz lozim ekan bizni. Shunami? Shunaqa kim iymon qilgan bo'ldi? Nima maqsad? Men deb iymon qilaman? Yo'q, taqpasan nima bo'pti? Ya, ajab, hozirgi kelgich bu sening bir haqiqatan iymon qilgan ko'rib baxna. Sen qilsan nima bo'pti? Qilanda tutsan? Ya, mush menda bir faxrlanadigan ishmi? Hey, boz. Ben bir bakayım. Hey. Yok, şunu mu Voy, bakayım? o'tiradi. Ma'qul. Nima deb men iymon qilganman? Nega sen boshlab keldingmi? Ha, shu men boshlab kelgandiki, sizlar iymon qilmaysizlar. Hamish sen terdingmi? Bu ishlar bilan mening aloqam yo'q. U o'zining sonisi qilg'ashlar, u sen iymon qilsan to'g'ri yo'ldasizlar. Sen yeng kelding. Voy, men yenkaga vaqt sizlarni chiqib bir joz iymon qildim-ku. Sen danliq riyosatchi bo'lgan-kan. Men danliq riyosatchi bo'lgandikim. Men danliq bo'lgandikim, men iymon qilsam ishtim bo'lmaydi, bir haqiqatim. Nima eslar valla? Danliq. Men iymon qilay. Men to'xpachqi. To'xpachqi. Ben Amurk Bokey. Hamburg patsi. Men kalgushay. Bir narsa ichsizlar, ha? Konlik. Kola iklar, kola. Degan bir iymon qilaydi deymasizlar. Ne bir iklar, ha? İçsin. Mani yana sen baqlayar ekansan shumi? Shuhrat birazligiga qara. Bir umr boqqiz olaymiz buni ishni. Qo'saq to'ydimi? Toydu. Rahmet hoşçakal. Yana azroq aytaylik. Boz. Ham bezga meni qo'y. Avar kuvvet Ay, kılar. ko'pchilik ishlar deganga bir haqiqat iymon qilgan ishlar bo'lmaydi. Sal kaç oldu? Bir yerim bo'ldi. Oğlum bize şirkette işkili jığımlar geldi. Ben mangaş durayım olsa Miyadim komandir qilib qaytib kelgan yig'lachan ekan. ciddi jığımlar geldi. Ishjiq. Oldirash, nima qilib bo'pti sen? Mana Yo'q aytamni. ashna qildi. Jığım. Baq. Rahmet ya jığım. Ay. Bu qitimqi shaklan bo'lgan hamkorligimiz intayin muhim. Bu ishni cho'qim birisi boshlab chiqish kerak. Mas'uliyati ig'ir. Unda bo'lgandan keyin buni mas'uliyatiga ne gap? Taki 5 yildan tortib, taki tutqichi bo'lgan arliqdan hammasiga cho'qim mas'ul bo'lish kerak. Men uning kelgandan men balkim o to'g'riliq men mukofot berishim mumkin. Unda bo'lgandan keyin shunga agar yaxshi ishlasanglar ayrim mukofotlar. Qilolmasanglar, onun yo'li boshqa. Shunga men bu shirkatda aqlanchi, bikachi, yani bilimi kerak emas. Cho'qim bu ishni hal qilish kerak. Unda olgandan keyin bu ishni men biringlarga topshirman. Bilasizlar yoki bo'lmasa bu ishni qo'l ko'tarib hal qilsanglar bo'ladi. Qanday? Qaysilar aktiv ovoz qo'shib qolaysizlar? Biraz yo'qmi mashqilga? Ha? Voy! İsli! Neresi? Sağ şimdi bize kılalatım. Ya, buldu. Bol tüydü. Yak, bana da. Mavi, aşağılar şirketine, materyalleri, alakışımız, hemmimiz bu işten işçiler. Sen kesti onda olsa. Valla, çabuk. Bol sen geçe, bol tüydü. Ağırlar, demasanlar buldu. Bol tüydü. Qanda? Son qanday unda olsa. Nadim kirdim açığı. İşte Yaxshimisiz? Men niliqqa vaqtim shaxlar shirkatinglar bilan hamkorlik o'rnatgan shirkatni ketdim.
Şu hazır bana materiallarını bergen, şu ben müşkül mesul bolgandim. Hazır qishingizga barsam vaqtingiz yetami ama. Bo'ldi. Ma'qul, hazır boraymiz, ha? Ma'qul. Ey. Bizga uy qaytamiz. Sang nima? Bizni o'ylayramsan sen? Qara. Mana shu holatlarni Xbox o'ynayman hemen. Shunami? Elaqa mashina o'yin o'ynayli. Futbol o'ynaymiz ey. Barcelona mana degina? Ha, ma'qul. Rasm siqin qo'ymay odamni. Sadiq aka yaxshimi? Kasay og'risi yaxshimi? Ya nimda maash kisi kelganda aka, man kelgan vaqt kasay og'risi? Chunki siz kasay og'risi do'stsiz aka. Ma singlim bir gap qila. Ya qat'iy aksingga o'xshamaydi ya bular. Bir qo'saqdan tushgandek emasa? Ha. Deymisin bizga ham bir qo'saqdan. Bo'ldi. Sen nima ish qilsan bu yerda? Uyga qaytdim. Ha? Qaysi uyga? Sizlarning o'dlinglarga ko'chib keldim. To'maris. Sen bu qata uydan o'ynag'il chiqib, bak o'ynatib qolgan ketib qoldingmi qandaq? Voy aka, o'tganda mayliq bog'chaga borgansan dedim-ku, uy izlayotman deb. Hozir sizlarning o'dlinglarga ko'chib keldim. Kun sizlarni ko'rib tura olayman. Eng muhimi, kasay og'risini texim bozor qila olayman. Ey, men sizga necha qitim dedim, men degan bag'o, danliq riyosatchiman, kasay og'risi emas. Sizchi kasay og'risi. Ben... Ne oldu? Bo'ldi? Nima bo'ldi? İşte ben. To'maris ikimiz birga belgilayli. Biraz kapısı so'rab qolsa, ko'ndimdan ola. Eng muhimi, atrofga odam. Kep sizlardan so'rab qolsa, ularni qancha uzoq qarama. Ularni qancha uzoq tutsanlar, shu uzoq tutib turinglar inshaalloh. Tushunishmi? Kim bo'lib ketdi? Tanxunmi? Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz. Ma qizim ko'rganman. Adingizmi? Qarasam, singizdek turibdi. Sizlar buni so'rim sog'lom bo'ldi. Ko'rganman. Biz qarab baqla. Xudo qarab baqla. Voy, to'xti. Yaxshimisiz ba? Yaxshimi? O'tiring. Siz bu yerda ish qilyapsiz? Ha, bir shirkatning bir xizmat ishi bor, shu birsini saqlab turyaptim. Ha, davomli qilishdan ko'chalarda turishib qolmiz ishimiz. Şu bundan biri hikmet o'xshaydi. Lekin men shu xizmatlash bilan kelgandim, bir sizlarni ko'rishman deb kep bo'ldim deb telefon qilgan. Hech bir yo'q-ku qarsam. Ha? Menga Shahlo shirkatida ishlayman deb ha? Ha. Nima telefon qilsizmi? Men telefon qilgan. Voy, tamam. Ajab bir Mat to'g'ri gap qilganida. shundayman. Unda qilsa oldin xizmatlashishni deyishdi, banandan keyin boshqa sizlarni deyishamda, ma'qul. Men bu materialni qo'ysam, men sizlarga avatgan hujjatda bek chiq narsa turlarimiz komkan, men oldindan sizga bir to'liqroq tushuntirib o'tay. Oğlum, yüreknin, meninin kuvveti nerede? Mana mau yerda. Kanada Jameson yürüşlük mahsulotları yürek menge sağlamlığı üçündür. Jameson yurak mingi yaşartış mahsulotı qon tomirlaridagi axlatlarni tozalashga, yurak harakatini yaxshilashga unumi ko'rinarli. Hey, sizlar qarab yarim soat oldi ko'rganman. Yarim soatdan ketdimi? Shu udanda qarab baqla. Ben ko'rib ekanman. Men ko'rgan. Ma kiyimni mali qimmat kiyim sotadigan do'konda ko'rganman. Ha, men ko'rgan. Chiqmana chiqib ayolim apamoqchi ma kiyimni. Hey. Ma qizni otma. Ko'rdinglarmi, ko'mdinglarmi? Ha, qizg'onim ha. Qizg'oni. Ko'rmabdi.
Karşı taraflar qarab baqsınız qana ekan. Körep etkimiz. Ağladın sonra bakıp geliyor musun ağladın? Ay Allah'ın sana. İsim geldi. Oy. Ben körep diye meras. Ya emeski. Hatatın. Ya muşunda mühim işlarni mana bizde çoğun arbaplar bir taraf qilmasa haq qilamaydi shu. Nima var? Ha? Ovozing mana binormal. Ha? Ha? Binormal ke? Bunda işlerini... Ben her gidiyorum. Nasıl ak yer kireyim? Ben yapsam lan, beni avazım. Bak işler, özgür gidiyor. Ha, özgür gidiyor. Qo'shma bo'ldi. Asab bu mushay chiqsa bir yana üst buraydi qo'y. Neymiş kan? Ben bilmem. Nimde bu kırıp tutudu. Ben yapsam avazım özgür gidiyor. Kim kırdı bu işler? Hey, sen kalsın. Yok ya bunu yapmadı. Bunu da kim var bu? Maya der, sen yaptın. Ha? Sen lan yaptın. Senin normal sen üstmeyse, senin avazın bozulmaydı, sen yaptın. Ben yapmaydı. Kırmaymış ikinci bir yere. Hey. Ya to'xtama to'qqiz qism bo'ldi. Chiqmadi. Asab ustida ma binormal. Yana. Men bir xil pensiya kelmadi. Qarаңыз, bu şirketimizning bu qadimlik vazifasiga tuyuqsizdan meni mas'ul qilib qo'ydi da. O'zingiz bilsiz, men to'g'ri gapni yaxshi qila olmayman. Voy, nada to'xtay shunday yaxshi tushuntirib berdingiz-ku. Rost gapni qilsam ba'g'u qarang to'xtay. Sening shirkatimizning shaklashtirib ketmek loyiq topmagan tuqdan ha. Chunki men loyihalarga qarasak bekli oddiy-ka, biroq sizning tushuntirgan narsangizni qarasam shunday yaxshi-ka. Chiqib men bek yaxshi ko'rdim, idoraga berib. Nima bo'ldi? Qarang ana. O'g'il do'stingizmi? Voy, tövna, aş o'g'il do'stim bordi. Uzundan bu yon keynim kirgan bir baladan ha. Unda bo'lsa, gapni baldiroq ochiq qilib bo'lgan-ku. Nima deyapsiz? Hamma gapni deb baqdim, chiroyli gap qilib baqdim, yomon gap qilib baqdim, hammani tushunib baqdim. Musoq turvag'in. Kelyotdi. Ay, to'xtay, men yordam qilingchimi? Men qanday yordam qilaman? Yordam qiling. Yaxshimi o'zi ba? Yaxshimi? Yaxshimisiz? Şirket basam şirketkiler sizni müşahede edip udullamış ekilişim. Ha, yaxshi. Tamak orlaştırıp koygandım bilip kelamiz. Asıl Matih o'g'il do'stim bilan tamoq yeb, endi kinoga bormoqchi. O'g'il do'stim? O'g'il do'stim? Biz zalqi Biz hozir kinoga bormoqchi-ku. Kinoga? Ha? Siz ishki bilet olib qo'ydim dedingiz-ku. Ishkimiz kinoga bormoqchi. Ha, kinoga bormoqchi to'g'risi. Kechikib qolmaydi tezroq. Mangayli. Zıba. Ay, to'xtay, qarab beqan oqimizda bormi yo ketdi? Ketibdi. Of, ketibdimi? Abek sat bo'ldi jumon bugun sizni bir muncha xijil qilib. Yo'q. Qopma. Men shu gapni qamlashtirib olmay. Yo'q. Lekin shu qara, men qarsam xil yaxshi balada qildi-ku. U shu biroq ko'nglim totmagan odamlar aralashib kelmayotgan. Endi bunda qechib yursangizmi, bu amal emas-da bu. Lekin bir qitim qolsam, bir qitim bosh og'riqim tugaydi. Shu. Bugun do'stimga yordam qildim degan bo'ling, ha? Biz do'stku? Biz yaqin do'st. Buldu amsi vaqtim bir yay bor deyman, uyga qaytay. Xizmatdan ishlar bo'lsa, qachon telefon qilsangiz bo'ldimi? Ma'qul. Ma'qul amsa. Xo'sh. Xo'sh. Ketkizattık. Sen de bu ve oturak sanlan qana. Sen saqlab, sonimni uyga chiqaratdim. Ya bu sanlan neymiş qildi bu? Yama eski chiraya baqla. Bu yuqur biz o'simlik qazabdi bu yaprasan chishi tiyib qolgan yer bormi? Yo'q, yaqin mana adashmalar boshqa bo'ldi. Boshqa ish yo'q. Ey, agar rost bir ish aralashib qolgan bo'lsa, qara, cho'qim qonun yo'li orqali bir taraf qilinglar. Mush eng to'g'ri chiqish yo'li. Yo'q, gap. Nima gap qilgansizlar? Unda ish yo'q dedim-ku, bo'ldi. Menga kirib taylan. Adashmalar boshqa.
To'xta. Voy, keldingmi? Nim uyga kirmay bir barang chiqib ketdinglar? Shu Asad abaytni ayadi. Bo'ldi. Ish yo'q adash. Bizmi shu amdi kirib taylab turgan. Sen yig'inib tugdimi? Ha, yig'inim tugidi. Ha, bunday ish bo'ldi qaranglar. Yig'inda o'ltasak, direktor toz qaynab so'zlayapti. Meni bir nasvostimi, bir chivin kirib olibdi qaranglar. U yoq qufchidi, bu yoq qufchidi. Shunday chivinni qoraymi deb. Siz qaytib keldingizmi? Şinjan Şəhla Xalqaro Sosial şirkətinin teri asraş yuyuş məhsulları 200 xildən aşıdı. Şirkətin uzluksuz tərəqqiyatıga erişib, avtonom rayonumuzdan 50 nəfər həmkarlaşış çağırdı. Bahalashda o'tganlar shirkatniki To'xtama-to'xti film guruhisini qo'llashdagi hamkorlashuvchisi bo'ldi. Shahla shirkati hamkorlashuvchilarni alohida e'tibor va hamkorlik siyosati bilan ta'minlab, bu 50 nafar hamkorlashuvchiniki tuvan tanarx bilan igilik tikilishga yordam qildi. Hamkorlashuvchi elektriklardan keyin shirkatning masosati huquqiga erishiladi. Shundaqla har taraf o'rtaq manfaatlanadi. Fursat g'animat sonchaklik. Agar siz To'xtama-to'xti filmni yaxshi ko'rsangiz, shundaqla bu fursatdan bahramand bo'lmoqchi bo'lsangiz, tuvandagi aloqalash nomeri bilan aloqalashing. 0991 58 88 242. Diqqat. Hozir biz qutyar talashish musobaqasi o'tkazmoqchi. Albatta bu musobaqamizningki ilib berilish shakli bo'lsa, ya'ni til ko'ndirish mashqi. Kim mushu til ko'ndirish mashqini tez suratda ravon deyiladi, mushuni sinaymiz a. Hamda bizniki bu musobaqaniki riyosatchisi men, chunki men donliq riyosatchi. Men ripro bo'lsam mushu. Adil bo'ldi a. Hamsa bizniki mushu mayirlarni bir taklif qilib oldik. Bizniki birinchi mayir To'xti. Qarshilamiz. Bizniki yana bir mayir bo'lsa, rejissor qarshilamiz. Mana musobaqada do'stlik birinchi, musobaqa ikkinchi, ha? Qarorda tamash bo'ldi. Endi musobaqaningki qoidasini men sizlarga tushuntirib qo'yay. Men bir til ko'ndirish mashqini deyman. Sizlar shuni ravon tez suratda 3 qitim deysizlar. Kim deyalsa, shu yengam bo'ldi-da, tutgan bo'ldi. Deyanmagini bo'lsa, mana ixtiyorning soda suyini bir qitimda to'xtatmay ichib yutadi. Yana qolma? Tushunish qoldimi? Boshlaylik. Amsa boshlayotdik musobaqani. Sizlarning hozir deydiganlar malay, ayol, malay. Mushuni tez suratda 3 qitim deysizlar. Amsa birinchi numaralarni boshlaylik. Men boshladim. Malay, ayol, malay. Malay, ayol, malay. Malay, ayol, malay. Bo'ldi. Endi rejissor keldi. Malay, alay. Malay, alaymayy. Malay, alaymayy. Malay, ayolmayay. Malay, ayolmayay. Malay, ayolmayay. Malay, ayolmayay. Bir dakika. Malay, ayolmayay. Nayt, ini qoldiq hozir kimninki til ravon, kimning tilasiga, ini qoldiq. Malay, ayolmayay. Qani, qutyardan bir qitim düşürsünüz. Bir qitim düşürdü de. Arlıq toxtaş qolmaydı. Ayolmayay. Malay. Aslında çizgiye ben götürüp çelikasak olur mu? Eyvah. Teşekkür. Mana hamsa musobaqamiz nayati qalbilik tamamlandı. To'xti. Hey. Yana bir bulik chiqib kestirib qo'ydimda. Shu qutyardan shu yana bir qutisini chiqaverdi emasmi? Ha, bo'pti undasi. Yana bir qitim keldi. Bizniki yana bir qutini. Hamsa biz ikkinchi qitim yana bir keldi, ha? Bu yana bir quti chiqib qoldi birinchi qitimliqda. Hamsa ikkinchi qitim deydiganlar kalı güçüge çok çaplaşmasmış. Tushundingmi? Kalı güçüge çok çaplaşmasmış. Shuni tez suratdaymiz. Ha, başlayın. Kalı güçüge çok çaplaşmasmış. Kalı güçüge çok çaplaşmasmış. Kalı güçüge çok çaplaşmasmış. Gerçi mendek ravon diyemagan bo'lsam, aldi bilan natijasini e'lon qilmay turib biz rejissorning deganini bir anglab baqala, ikkisining kim eng nachar deydi. Kalı güçüge çok çaplaşmış. Kalı güçüge çok çaplaşmasmış. Tezrek. Çok çaplaşmışmış. Kalı güçüge çok çaplaşmışmış. Kalı güçüge çok çaplaşmışmış. Kalı güçüge çok çaplaşmışmış. Kalı güçüge çok çaplaşmışmış. Hadi. Kalı güçüge çok... Tamam. İftar. Tüge. Yanıldı.
Kalı güçüge çok Hadi yıldı. Nəhayət ini qoldu ya. Yanılan bizniki toxtununki tilar avanki uturib qoydu. Endi ikkinchi qutisini amsa bir qitim bilam ha. Amsa biz musobaqamizni ham ishada oyoqlashtirdik. To'xtay davomli tirsin to'xtanan tili nəhayət ravanki. Ey, kim bo'ldi yana? Yana bir bildik aka. Buni misra qilmaydi. Shu qutlarni asli yana bir quti, yana bir chiqir. Men o'ynaymiz man. Bo'pti, ma eng oxirgi qitim bo'lsin. Men bak ushlab ketdim men. Uchinchi qitim. Bir qitim ha. Bir qitim. Alamani. Qutan. Amsa bu qitim sal osaraq deb qilaqani uftalamamdi ha. Beijingdan kelgan oq mahmal paypoq, Qashqardan kelgan ko'k mahmal paypoq. Nayt asan ham o. Beijingdan kelgan oq mahmal paypoq, Qashqardan kelgan ko'k mahmal paypoq. Başlayamiz ha. Başla. Beijingdan kelgan oq mahmal paypoq, Qashqardan kelgan ko'k mahmal paypoq. Beijingdan kelgan oq mahmal paypoq, Qashqardan kelgan ko'k mahmal paypoq. Beijingdan kelgan oq mahmal paypoq, Qashqardan kelgan ko'k mahmal paypoq. Ha. Beijingdan kelgan ahmahmal paypoq bilan Qashqardan kelgan ko'k mahmal paypoq. Beijingdan kelgan ahmahmal paypoq, Qashqardan kelgan ahmal ko'k mahmal Beijingdan kelgan ahmal Beijingdan kelgan ahmal To'xta. Men oldingi ikki qitimda masal xatolashib qatma. Asli bu qutlardek bunda iso soda suyni shu uftuvaga odamga berish kerak-da. Men tag'anga beribdim. Bu uftamay ekan, bu bo'lmay ekan. Saychi. Beijingdan kelgan ahmahmal paypoq. Amsa men gapimni davomlashtiravering. Agar sizmi ekrandagi ko'rmaysizmi bizniki shu musobaqamizga qatnashib boqmoqchi bo'lsangiz, qo'lingizga sizmi bir quta qutyarni elib, o'zingizda video tortib, Beijingdan kelgan oq mahmal paypoq, Qashqardan kelgan ko'k mahmal paypoq. qo'lingizga bir quta qutyarning soda suyini olgandan keyin sizmi biz demagan va yoki biz deb o'tgan shundaq til ko'ndirish mashqlarini ravon holatda 3 qitim tez suratda deb bizniki mush obrazlarning ichidan mayli to'xti bo'lsin, Asad bo'lsin, Sodiq bo'lsin, Shuhrat bo'lsin, o'zingiz xohlagan bir odamniki ismini atab turib, o'zingiz video tortib elasiniz bizning salonga. Andan keyin bizmi filmning oxirida sizniki shu jaminan qilishingizni qarta, bizmi siz degan shu til ko'ndirish mashqini video tortib sizga yo'llaymiz. Mana. Ya qandaroqlik paypoqda? Azizlarni ulanlab kechib keldim. Kun sizlarni ko'rib tura olayman. O'zga sababi ham tutdi. Bizlarni bu shirkatimizni saqlashga juda ko'p imkoniyat bor. Sizlar Bir çivin kırıp hep şunu zalılar. Tas bu yak uçudu şu sana. Nasıl çivindi biz kırıp? Bir can çıkmadı peksek Filmimizning oldin qismlarining yuqori aniq nusxasini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Subat FM app'titali aynak ekrani to'lim tori karvan torini ko'rsangiz bo'ldi. Ham tuvandagi torbat va salonlarga rahmat aytamiz. Uyg'ur televiziya saloni, musiqa saloni, Eronbaq saloni, Baqchivan saloni, Xalqim 3 saloni, Turza saloni, Manshama saloni. Bundan boshqa yana Yumurjon saloni, Saxovatchi biz saloni, Qushlan saloni, Romantik saloni, Kulki to'ri saloni, Shirza saloni va Nur to'riqmo rahmat aytamiz. Hamda izchil turda bizning filmimizni tarqatib kelayotgan biz xabarsiz qolgan har qaysi torbat salonlarga rahmatimizni bildiramiz. Filmimizni har qaysi torbat va salonlarniki o'z oldiga tortishiga ruxsat qilamiz.